Assalomu alaykum. Hammaga xayrli kun. O'rtoqlar, tuzukmisizlar? Yaxshimisizlar? Bir narsa kelib qolgan edi. Shuni sizlar bilan baham ko'ray dedim. Dvoykalarni zo'ri kelgan. Hamini ko'r. Babsi zo'rlari. Lining o'ziniki, mana bu paxtali materiali keldi, xibi. Xibiligi. Ichida necha foiz paxtasini ham ko'ramiz hozir. Mana nima kerak. Xo'sh. 41% paxta bo'lar ekanda bu yerda. Lekinchi sifat vobshe zo'r, rostdan ham bor-ku. Shunaqani. Yo'q, futbolkasi vobshe chiroyli. Ishtonlari ham ranglari zo'r. Ikki xil rangda keldi bular. Seriya ishton, oq futbolka bilan, keyin mana qora ishtonli oq futbolkasi bilan. Lekin vobshe chiroyli ekan, o'rtoqlar. Bomba kачество. O'zimizda Lining firmani mollari, qoliplari bo'ladi bilasiz, vobshe zo'r bo'ladi, chempioni bo'ladi. Xudo xolis kelaverasizlar, manzilimizni bilasizlar, Abu Sahiy Center 2-etaj B20 Fiorenti Milano do'koni. Alloh hammamizdan rozi bo'lsin. Bularning sizlarga narxini xo'sh, bo'ladiganini 350 ming so'm qilib beraman. Bizda bu yerda bozorda 450 mingdan baland sotilyapti. Kelasizlar, gruppadan keldim, saytdan keldim desanglar bo'ldi, 350 mingga olasizlar. Alloh rozi bo'lsin hammangizdan. Salomat bo'linglar, o'zingizlarni ehtiyot qiling.